Salom do'stlar, hammalarga. Hozir men sizlarga qanday qilib o'yinlarni mod qilishni o'rgataman. Do'stlar, bugun men sizlarga DRS 2026 ni qanday qilib mod qilishni o'rgataman. Birinchi o'rinda Google ga kirib o'yinni yozasizlar. Menda tayyor chiqdi. Doimgidek birinchi saytga kirasizlar. oxiriga mod up deb yozib birinchi saytga kirasizlar. Birinchi saytga. Bularga kirmaydi, bular xato. Bu saytlar soxta. Ko'rishguncha.